Dilepa har doim mana ishga kelmasam ham oylik yozib yuring. Pensiyaga chiqqancha. Ha. Actually, don't look at him, look at me. Actually. Dilema o'rtog'im siz-a? Ha. Bizni sevgimiz boshqacha. Dilepa, menga Toshkentda 2 xonali uy berasizmi? Yo'q. Deyish uchun mana bu yerda propiska bo'lish kerak ekan. Yor ko'rsatib olishga. Ha. Olamdagi 8-mo'jizamanda, to'g'risini aytsam. Sizmi? Xuddi shunday. 8-mo'jiza. Dilepa, biz yakshanba kuni So'ngida qatnashmoqchi emasmiz, maylimi? Yo'q. Men qattiq urganlaring uchun. Dilepa, menga fotovinda baba berasizmi? Aqllanma, oylik hisob beraman yana bitta. Paxta. Ha. Dilepa, meni yaxshi ko'rasizmi? Yo'q. I love you, baby. Bir kunda 2 soat kitob o'qish uchun vaqt ajratasizmi? Ha. Ertaga shanbalik. Hamma aytilgan narsalarni olib kel. Formada kelishlari shart emas. Dilepa, siz bugun uyingizga ketmay shu yerda qolasizmi? Ha. Xo'sh, isming nima bolakay? Men ismim Patluk Esalusin Esalutida. Ha. Shu yerda qolar-ekan. Mani qizimni yaxshi ko'rasizmi? Albatta ha. Men senga chiqmagin duvanman. Tuxum bayrangiysizmi? Yo'q. Xumbarak pishdi, gangla. Dilepaga qancha chiqqancha ko'rmasam maylimi? Yo'q. Olgim kelmayapti. Lekin menga pul kerak. Bugundan Yo'q. Qizim. Dilepa, bugundan boshlab men glавный valid investorman. Ha. Dilepa, aslashib men glавный valid investorman. Ha. Qanaqa meni tekkan bo'lsanglar, bunaqa tekkan bo'lsanglar, ha dedim. Bunaqa tekkan bo'lsanglar yo'q.